Assalomu alaykum zamonaviy mebellar qadrli obunachilari. Navbatdagi buyurtmamizni topshiramiz. Mana to'liq ma'lumotlarni Instagram, YouTube, TikTok, Telegram sahifalarimiz orqali ko'rishingiz mumkin. To'liq videoni YouTube kanalimizga joylaymiz. Mana kravatimizni ikkita kravat qilib berganmiz qizlar uchun. Kravatimizning matrasi ortopedический matras. Razmeri uzunligi 1.87, eniga 90 cm. Ikkita qo'shimcha o'rindiq pufik yasab berganmiz. Spinkasi to'quvda, qo'l mehnati orqali to'qilgan, tumochali. Yonidagi laminat MDF bu yerda mягкий qilib обшивка qilingan. Yonida yana to'sug'i bor. Bolalar tushib ketmasligi uchun maxsus qilindi. Ikkita kravatimizda tortma qo'yib ketganmiz tegi qismida. Foydalanish uchun juda qulay. Kerakli kiyimlarni, narsalarni joylab qo'yishadi. Ochish ham juda qulay. Bemalol foydalanishadi. Mana bu kravatimizda ham ikkita tortma qo'yilgan, ikkita bir xil razmerda buyurtma asosida tayinlandi. Biz Toshkent shahri bo'yicha buyurtmalarni qabul qilamiz. Bemalol bizning profillarimiz orqali qilingan ishlarimizni ko'rib, tanishib chiqsanglar bo'ladi. Nomerlarimiz hamma akkauntlarimizga yozilgan. Zamonaviy mebel tomonidan buyurtma asosida tayinlandi. Sizlarga ham shuna xizmatlarimiz kerak bo'lsa, doimo xizmatlarimizni xonadoningizga moslab, ranglarini ham o'zgartirib berishimiz mumkin. Razmerlarini ham o'zgartirib bera olamiz. Hozir bu qilingan ishimiz bolajonlar uchun, ikkita qizlari bor ekan, shu qizlari uchun. Matrasimiz ortopedический matras. Razmerini eslatib o'taman. Uzunligi 1.87, eniga 90 cm. Bundan tashqari buyurtma asosida boshqa qilingan ishlarimiz ham bor. Kravat, divan, bravo modellarimiz, divan kravat modellarimiz, devor obivka, hamma qilingan ishlarimizni mana YouTube sahifamizga bemalol kirib ko'rib buyurtma bersanglar bo'ladi. Hamma qilingan ishlarimizni buyurtma asosida shu profillar orqali kuzatib boringlar. Hammanglarga kattakon rahmat. Zamonaviy mebel xonadoningiz ko'rki. Yoqqan bo'lsa bitta like, kutib qolamiz. Kommentariyalarda izohlarni qoldiringlar. Sizlarga qanaqa mebellar kerak? Bu qilingan ishimizga yoqdimi? O'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Hammanglarga kattakon rahmat. Zamonaviy mebeldan uzoqlashmanglar. Assalomu alaykum. Zamonaviy mebelda navbatdagi buyurtma asosida divan transformer sifatli tayyorlab berdik. Bu divanimizni qulayligi ham stol, ham kravat bo'ladi. Hozir buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Stolini razmeri 220 ga eniga 80. Stolimizni mana yaqindan ko'rsatamiz. Laminat MDF dan, uzunligi 220, eniga 80. Bu yerdan ham o'tish juda qulay. Hop, stolimizni hozir yig'ib qo'yamiz. Stolni o'rtasida belvodan berganmiz, baquvvat bo'lishi uchun. Materiali Polsha materialida, podushkalarini qo'ygan holatda ko'rishimiz mumkin. Yon tomondan ham ko'rishingiz mumkin. Devorga
shundoq shu holatda bemalol foydalanish mumkin. Bunga qo'shimcha mana komplektida ikkita sandiqli pufiki bor. Pufiklarini ochiladi. Ikkita sandiqli pufiki bor. Bundan kerakli narsalarni joylab foydalanishingiz mumkin. Mexanizmlari yaxshisidan qo'yilgan, hammasi boltga ekada. Ichlari ham laminat MDF dan. Parallollari 22 plotnosda. Endi yana buni uchinchi foydalanadiganimiz divan kravat. Divan transformer modelimiz ham stol, ham kravat, ham divan holatda bo'ladi. Qo'shimcha ikkita komplektida pufik sandig'i bor. Divan transformerimizni ko'rishingiz mumkin. Shu holatda divan transformerimiz katta kravat holatda bo'ldi. Mana divanimizning qulayligini ko'rishingiz mumkin. Kravat bo'lganda bemalol foydalanish mumkin. Shu razmeri 1.90 eniga, uzunasiga 2 metr bo'ldi. Turamiz. Xo'p, divanimizni mana podushkasidan shu holatda ham bemalol u yoq tarafdan ham, bu yoq tarafdan ham foydalanish mumkin. Ko'rib turganingizdek, juda qulay. Uchtasi birda divan transformerimiz. Podushkalarni o'rnini alishtirib, har tomonlama foydalanishingiz mumkin. Hozir obzorlarimizda buni ko'rsatib beramiz, qulayligini. Mana bemalol 3 ta podushka bo'lgandan keyin mana 3 ta odam ham foydalanish mumkin. Shu holatda 1.90 ga 2 metr katta kravat holatda bo'ldi divan transformerimiz. Endi divan transformerimizni yig'ib qo'yamiz. Divanimizni общий obzorimizni ko'rishingiz mumkin. Podushkalarni olgan holatimizda shu holatda katta bo'ladi. Pufiklar ochiladi, ko'rsatdik. Divanimizni. Xo'p, divanimizni endi yig'ishtirib qo'yamiz. Mexanizmlari sifatli. Podushkalarni joyiga qo'ygan holatimizda yaqindan ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, izohlarda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Buyurtma asosida Toshkent shahri bo'yicha buyurtmalarni qabul qilamiz. Zamonaviy mebel, xonadoningiz ko'rki.